Ertalab bo'ldi. Bugun maktab borish kerak-ku. Maktab borisham kimga yoqardi? Mayli, do'stim chaqiraychi, balki borgim kelib qolar. Sargon uyi qaysi biri edi? Unchalik esimda yo'q. Bunisimi bu yoqda edi. Manimcha Sargo uxlayapti. Sargo, uydamsan? Sargo, manimcha orqa tarafda ketganmi deyman-da. Ertalabdan yana nima qilyapti bu? Tipirchilab. Ichkaridan borish kerak edi-ku. Esim qayerda mana? Uyni 5 xilimda bilaman. O'zgartirmagan bo'lsa. Nima qilyapsan ey? Quyonlarga qarayapman. Quyonlarga qarayapsan? Ertalab 5 bo'l. Qayt. Yaxshi. Bir cho'milamiz, keyin ketamiz. Quyonlarga qarash yoqadimi seni ertalabdan? Bu Sargon yo'q. Bu Sargon quyonlari. Nechta bo'ldi quyonlar? Bilmadim. Menimcha 6 ta 7 ta. Mana 1 2 3 ali. Hop. Uzr boshingga tushib ketdim. Bo'ldi, ketdik ertalabdan suv yo'qadimi o'zi o'qituvchilar gapiradi. Zavtrak qildingmi? Deyarli. Men qilmadim. Maktabga qilaman. Sayn. Ketdik. Voy, salom, sen chiqmasdan to'g'ri yur. Nima bo'ladi? Mashinang men qayerdan minaman? Tez bo'l, keyin bor, birga ketamiz. Yaxshi. Mashinamiz bir xil. Janavar. Sargo, ketdik. Maktab qaysi tomonda? Orqamdan yur, esingdan chiqdi. Oldinga o't. Maktab esingdan chiqsa. Maktab uydan maskani. Volum. Mana bizning maktab, mashinani shu yerga qo'yaylik. Chetga chiqarib qo'y, o'quvchilar gapirmasin. Ayniqsa direktorimiz yomon. Ketirib qo'y. Voy, men kaltini olmadim. Yer degancha, rahmat aytganing uchun. Benzin. Shunaqa tashlab ketardim, keyin bolalar minib jonga tegadi. Meniki bir qanadan qo'yib qo'y. O'zi parkovga tiqdim. Atrofga mana shu qo'ytaman. Ketir tezroq. Kech bo'lmadimikin? Ulguramizmi, hay? Sekin. Sorry. Voy. Qilmadimikan? Yo'q. Kaltni ol tush. Ketdik. Ajoyib, ketdik. Voy, sekirom yur. To'xta, senga bir gapim bor. Dars tugagandan keyin mashinalarni ko'rib kelaylik. Yangi mashina olmoqchi edim. Yaxshi. U kakas menda ham niyat bor edi. Shunaqami? Ketdik. Yaxshi. Voy. Maktabdan hech kim yo'q, biz barvaqt keldikmi yoki? Dars tugab ketdi. Kaltni qo'yaylik o'zimizni shkafga. Esan chiqdi. Birinchisi seniki, ikkinchisi meniki arzonchiday. Ketdik. Sinfimiz esingdanmi ishqilib? Yo'q. Orqamdan. Voy, sekiroq, sakramasdan yur. To'g'ri. O'qituvchilar chiqib qolsa gapiradi. Qilari chiqib qo'chasi do'ngday. Gapni men eshitaman. Bolalar ovoz kelyapti. Qadrdon sinfimiz 8-sinf. Kirishga mumkinmi ustoz? Nega kech qoldinglar? Ustoz, ertalab uyg'onishga ulgurmay qoldik. Uzr ustoz. Mayli, bir kun indamayman. Rahmat ustoz. Ke. Yaxshi. Nayrobi mana o'tiray. Shavkat, oldinga qara, nima gapirasan orqaga qarab? Oldinga qara dedim. Oldinga qara. Yaxshi bolalar, bugungi dars tugadi. Uyga vazifa hech qaysingiz esingdan chiqmasin.
Qo'yib beradi ustoz. Qo'yib ustoz. Yaxshiyam dars tugadi. Bolalar hammaga xayr. Biz ketdik. Avtosalongami? Avtosalonga olg'a. Ava. To'xta, oldin giyiming xonaga bir kirib chiqaylik iltimos. Ay. Hey, kirsan kir. Voydod. Kir. Oh, Bu ana men o'zimning kompyuterim bu. bu xona menga eng yoqqani. Uchinchisi meniki edi, doimgidek. Sichqonchilar yangi bo'libdi. Ha, rostdanam ovoz chiqarmaydigan ekan. Давай, konter kir. Go. Qara bot. Bot qara orqadan keldi, bilinchdan keldi. Ay o'ldim. Qo'rqib ketdilar. Ha böyle bizani ishimiz bor edi. Ha degancha hozir Ketdik. hozircha shart emas. Chiqish bu yoqqa. Adashdim. Qara qanaqa qilib tushaman zinadan. Ay, oyog'im. Tutdi oyog'im og'riyapti. Ay. Tezroq bo'l qansan. Ay. Shtatimiz sanga shu. Ha böyle bir oyoq yuraman endi. Yurma. Yaxshi. Kağıtlarni o'lchaysan chiqmasin. Endi xayolimga shu narsa keldi. O mening mashinamning kaliti. O yo'q, yomg'ir yog'yapti. Mashina suvga qolib ketdi. Tezroq qochish kerak uyga. Endi Avval uyga boramiz, keyinroq kelamiz. to'g'ri. Endi bora olmaymiz. Sening uyingga boraylikmi, mehmon qilasan. Mayli, ketdik. Da oldinga. Cho'jon o'g'lim. Mashinam yaxshi yurayapti. Meniki ham Eskirdi. oldingdan mol chiqqan shuna deyapsan. Seni berganim yo'q. Ketdik biz. Voy mashinadan tushdim. Eshik ochilib ketdi. Mashinani tez orasida eshik ochilib ketibdi. Rostdan Mashinaga pana joyi yo'qmi? pana joy mana bor. Mana shu navezni taga tiqsak. Voydod. Qara devorga tegmas. Devorni qirma. Mashina topiladi. Mashina topiladi, devorni qirma. Kir. Uyni sog'ini. Sog'dim ey. Kel. Qismini bilaylik. Wow, hovlini qara. Mening mashinamni pultda ko'chada qolibdi-ku. Go'zallik. Voy yugur. Voydod tushib ketdim. Chuqurga kirib nima qilasan? U yerdan basen qozmoqchi edim. Hali tayyor emas. Kel, televizor ko'ramiz. Nurum polvon tashla. Kelapsanmi? Nima qilyapsan? Chuqurga tushma. Böyle buraman. Kel qol. Televizor ko'rib turaylik. Voy. Kel qol, televizorni yoqdim. Yostiq yo'qmi? Yostiq uyda olib ketish kerak uni. Shart emas. Tezda ko'rib o'taylik. Mayli. Nima derazaga qarachi. Tilibdi. Ketdik. Qanday eshik bu yoqda eshik. Voy uzr. Ketdik. Shunchalik shoshilyapmanki. Ay, ochay. Yangi mashinalar kelib bo'lsa kerak u yerga. Chunki kelish kerak edi, yangi mashinalar. Qaysi bir mashina? Men o'zimni tanidim. Ha. Asosan voy maktabni bugunida tuzaman. Ketdik unda maktabga ketyapman-ku. Против yurma, shtraf katta. Menga Yo'lingdan yur. Menga farq Voy, yo'q. yo'limni qistang. Chiqib ketdim. Tit. Keskin burilish. Barda olsa chiqib ketdim. Yaxshi. Voy, parkovka bu yoqda. Uzr. Esimdan chiqib ketdi-ku yana. Olib qo'yaylik. Qiziqib ketyapman qanaqa mashinalar kelganiga. Men ham. Voy, mashinamiz turishini.
Voy, yangi samolyot kelyapti, samolyot. Yo'q, qanaqa samolyotcha bu? Birinchisiga qanaqa samolyot? Chiroyligini, kattaligini. Minib ko'raychi shu samolyotchaga zo'r ekan. Wow, qanday ko'rinyapman? Zo'r. Ajoyibmi? Iya, formula 1lar yiltanib yo'qqa qara. Wow, qanday? Mana ekan. Wow. Mana shulardan olaman demoqchi edim-da. Kel. Bundan ko'ra pul yo'q, avtobus olish kerak. Yo'q. Biror joyga ishlab ana shu formula 1lardan ikkita olaylik, maylimi? Mayli, ketdik. O'rtoq. Ish qidiramiz. To'xta. Voy, yomg'ir. To'xta. Yomg'ir ko'chada. To'xta, formula 1 narxini ko'raylik shu bratdan. Salom braton. Hurmatsiz. Brat, sizdan formula 1 narxini so'ramoqchi edim. Yana yo'ldagi narsani. Menyudan ko'rib olaver. Menyudan? Xo'sh, qani mashinalar menyusi bor ekan, buni qara. Wow. Bizani formula 1 qani? Mana. Xo'sh, nima ekan? 6 ta jun va bitta taxta. Bularni qayerdan olamiz endi, Sargo? Bilmadim. Kerak shahar tashqarisiga chiqamiz, Ovga chiqamiz? Ha. Mayli. Ketdik uydan birorta urush uchun narsalar yig'ish kerak. Mashinaga olsak kerak. Tezroq borib olish kerak uyga. Ketdik, zavat. To'xta. Gazim. Faqat yomg'ir ekanda. Jonga ham tegdi. Shuni Yo'lladim shu yerdan chapga, yo'lladim. Yaxshi. O'sish bor. Maktab esimga tushibdi. Xiyobonimiz ham bor ekan shahrimizda. Nima deyapsan? Uyingdan birorta ov uchun narsa olib chiq. Yaxshi. Men uyimga ketyapsan-ku. O'tib ketding. Keyin uyimga kel, xo'pmi? Voy, mashinam sovuqda qolar ekan. Bisan, uyga kirsam bo'ldi-ku, yaxshi. Sargo o'zini-o'zi gaplashyapti shekilli. Xo'sh, meni. Meni qo'riq uchun asaqlarim qayerda turardi? Shu aniq joy esimda emas-da. Hozir hademay Sargo ham keladi. Qayerda edi ya? Yotoqxonaga qaytib qaraychi, balki shu yerdadir. Mana bu yoqqa tushib qoldik-ku. Sargo keldi-ku. Ker. Topding nimadir? Topdim. Kirga topdim temir. Menda ham. Tasodifni qara. Ketdik. Yomg'ir tindimi? Yo'q. Kuch kerak bo'lmasa, Ketdik. bu yomg'irda. Kuch yomon jonga tegdi. Meni mashinam demoqchi edim. Meniki bu. Yaxshi, ortimdan. Yaxshi, tezroq chiq. Chiqyapman. Sekin. Ortimdan aylanib yo'l topib qolamiz. Ketdik. Birorta dashtga chiqish kerak. Dasht o'zi qoldimi bizning shaharda? Topsak bo'ladi. Qidiraylikchi. Zora chiqiblar. Sen bola mashina sotib olmasimizdan buzasan. Shunaqaga o'xshayapti. Yo'l tugadimi? Yaxshisi mashinalardan olib sekin o'tib olamiz. Hoppa. Men devorga urib oldim. Qanaqa devor bu? Senga ham o'sha gap. Voy, sekiroq, mashina ozatirib. Bu yerda hayvon bormi o'zi? Bizga qo'y kerak birinchi navbatda. Voy, orqaga. Daraxt topiladi. Voy, qayerga kiritding meni? Bilmayman o'zim. Daraxtlarni o'pib yuribsanmi? Voy, o'tmas ekan. Voy, tushib qoldim. Yaxshi, yo'qqa piyoda ketamiz. Bu yoqqa piyodami? Mashinam chalib olay. Solmagan.
Kalitingni olib ketdik. Ketdik. Endi bitta Men qo'y topdim. qo'ymas, Ko'zimga qo'ymas. ko'rinibdi. Tovuq. Bizdagi yaxshilar ham yo'q bu yoqda. Yana ko'ryapman. U yoqda tovuqlar, u yoqda hayvonlar yo'q. Orqaga qayt. Ko'zimga ko'rinibdi. Orqaga qayt, bo'ldi. Sotib olishga to'g'ri keladi. Bu yerda bunaqa hayvonlar qolmagan. Sotib olishga pul kerakmi? Pulni topamiz, ketdik. Orqaga qayt, bo'ldi. Sargo, Boryapman. kela qol meni oldimga. Mashinalarning joyi esimda. Tezroq yugur. Erta shamollamasak bo'lgani bu yomg'irda yurib. Erta shamollab qo'ysam lekin sendan. Nima qildim menga? Sen meni olib kelding shu yerga. Mashinani zavat qilib ketdik. Yomg'ir ham tinib qoldi. Yaxshi. Sekin. Voy. Ay. Mashinamni dabdasini tortaman. Amma zotarlik. Zir. Davomi. Instagram prikol esimga tushib ketdi. Ketdik. Orqamda yuribdi. Rasta bordi qayerdadir esimda bo'lsa agar. Uyimiz qayoqda edi? Qarachi. Bilmayman. Qayerlarga boshlab ketding meni? Voy, avariya qildim, tushib qoldim. To'xta. Kelyapsanmi? Avariya qilish yoqqa qochib ketish. Urma yana ketirib. Joyga o'zib beraman. Yana uyimiz. Uying. Ortimdan yuraver. Sen uying yonida-ku, mening uyim yonida-ku. Uyimiz desam bo'ladi. Ketdik magazinga. Evet, gitdim. Ay. Chap tarafga. Voy, mashinam motori. Voy, mashinam sekin. Motordan qisdi. Mashinam qotib yuryapti. Kaltiraversin. Yo'q, mavraman. Xo'sh. Sargo o'zi tuat ketdi. Menimcha yomg'ir ta'sir qildi shekilli. Yo'q, do'konchidan so'raymiz. Bratan, salom. Sizda jun bormi? Bor. 6 ta jun nechta bo'ladi? Qanday ichsam bo'ladi? 2 ta olmos bo'ladi. 2 ta olmos. Ha, Xo'sh, unda bizga 4 ta olmos kerak ekan. Brat, короче, bizga 12 ta jun kerak. xo'p, bor. Keyingi haftaga jun taxlab bera olasizmi? Albatta. Xo'sh, mayli, brat. Rahmat. Mayli. Yaxshi ishlang. Sargo qani qayerda qolib ketding du? Mana. Kirib chiqdingmi? Charchamadingmi? Yo'q. Xo'sh, qara, do'konchining aytishicha 6 ta jun 2 ta olmos bo'lar ekan. Bizga 12 ta kerak. Shunda 4 ta olmos kerak. Endi biz bu pulni qayerdan ishlaymiz? Shu do'konchini o'ziga ishga kirsak-chi? Qo'yil. Yaxshi fikr. Do'konchini o'zida ishlash degan. Bo'ladi. Xo'sh. Unda bugunga kech bo'ldi, endi erta urinamiz. Yaxshi, uyga. Ay. Ketdik. Hayda aravani. To'xta, tashlab ketma. Men o'zimni garangsam, mana motorlar ham bor ekanda. Mashinani o'zi ishlamay qoldi. O'taman. O'tolmaysan. O'tam. Yaxshi, amal uyim shira. Chiqay mana uyimga. Mayli, sen uyingda bugunchalik o'ynab turamiz. Telefoning yoningdami? Ha.
Ketdik. Minecraft. Go. Stop, kaltimni olay. Server kiramizmi? Happy Go. Davay, Happy Go serverga kiramiz. Bedrock'da xohlagan versiyam uchun ishlaydi. Xohlagan versiya? Ha. Rostdan. 1.1dan 1.26 gacha. Xohlagan versiyada ishlaydi. Xo'sh, agar men 1.1-versiyadan kirsam, sen esa 1.26-versiyadan kirsang, men seni ko'ra olamanmi? Ha. Qo'yil. Kel undan Yo'qda. Komfortxona bormi birorta? Mana. Vau, gap yo'q. Tepadami? Faqat bitta tiqib o'tamiz. Tepaga nimaga bunaqa joylar? Au. Shunchaki. Bekorchilik. Vau, basseyn ham bor ekan. Mayli, hozir. Xohlasang basseyn ishida o'ynaymiz. Yo'q, shart emas, telefonim. Ko'l biladi. Qayer joy? Qisilib o'tasanmi, nima qilasan? Mana, просто kratim bitta. Balki ham moslashgan. Mayli, sen u chetida o'yna, men bu chetida. Yaxshi. Qani, davay. Va yana sarg'ozning oldiga boraman. Xo'sh, ishqilib men o'sha mashinani olmoqchiman-da, sarg'ova men. Mashina olmasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Olg'a, mashinacham. Ishqilib seni oxirgi kuning bo'lsin-da bugun. Sarg'ov ketdik. O'z vaqtida chiqsan-da. Mashinani qizdiray. Mo'yilgan bo'ladi. Ketdik. Taqit qilsang, O'zi mashinani almashtirmoqchi edi. Tezroq harakatda bugun o'zi almashtiramiz. Bunaqa zabordan ustiga chiqib yurgandan keyin mashina buzilmaydi. ota-bolam azobganlar. Nima deyaplar? Ha, 7 o'lchab bir piz. Bilaman nima. Yo'qda. Biz qayoqqa yetdik? Twik. Nima yapsam yo'q akirligi o'zi mashina. Twik ko'p keling. Nima deysan? Mana bu yoqqa edi. Sani gapingga xayolim yetib qoldi. Mening eng sevgan joyim bu avtosalon. Avtosalonga nimaga? Uzr. Ishlaydik-ku, magazin yo'qda. Muhabbatim tortib ketdi. Muhabbatingga. G'ildiraklarning qiyshiq aylanayapti. Voy. Urib o'tib ketding, o'sizgan bo'lsang. Bildim. Yaxshi ketdik. Bu safar men tualet kirim kelmayapti. Ketdik. Assalomu alaykum sotuvchi. Assalomu alaykum, brat, yaxshimisiz? Xo'sh, brat, bizani ishga ololmaysizmi? Mayli, necha yoshsizlar? Bizlar 15 yoshdamiz. 15. Xo'p, mayli, qanaqa ishlarda ishlab ko'rgansizlar? Bizni hali hech qaysi ishga ishlamaganmiz, lekin uddalashimizga ishonamiz. Ishni shu yerdan boshlamoqchimiz. Mayli, qiladigan ishingiz faqat rastalarni to'g'rilab chiqish, xolos. Rastalarni to'g'rilab chiqish? Yo'q-e? Buncha oson. Xo'p, mayli, magazinda klientlar kelsa ularga qarasham bizni zimmamizdami? Ha, bittangiz rastani to'g'rilaysiz, bittangiz mijozlarga qaraysiz. Ha, oylik qancha? Oylik men kuniga bittadan olmos. Kuniga bittadan olmos? Axir zo'r-ku. Ay. Zo'r-ku, brat, mayli, bugundan ishga kiramiz. Zo'rdan ham zo'r bu. Bo'pti, mayli. Biz qaytib kelamiz. Xo'sh, biz korotch ishga kirib oldik. Xo'sh, bu bratni joylar ekan. Shalkermi bular? Oho, iPhone 7. To'la iPhone 7, voy. Uzr. Va bular ham to'la telefon. Yana telefon. Ya boylik. Brat, shunchasi bor ekan. Orasidan olaymi? Ya, satmas. Hozir sargo tovar olib kelishga ketdi. Hali beri klient kelgani yo'q, lekin sargo keldi. Sargo! Voy, mashinani quflaman. Mashina esdan chiqmasin. Gilonisi mashina. Lekin anamni qilgan yomon ko'zimni qilmoqda. Wow. Men tovar olib keldim. Ketib qo'yaver. Klient kelmadimi? Yo'q, hali. Mana ham yordamlashaman, tashlab ber birontasini. Ya bo'ldi, kassada o'tiraver. O'zim eplayman.
Popkalar bor ekan, popka. Asosan yeguliklar ekanda bu do'konda. Lekin ana bu yoqda Bitta telefonlar ham bor. Galaxy Gate topib keldim. Qolmagan ekan bitta. Xo'sh, bu yerga bitta baliq. Bu yerga bitta kirka. Nima nima qilibdi? Bilmayman. Tepaga chiqadigan joy bor ekan. Yo, Brat, bu ekanlar. kitoblar. Wow! What the Wow! Oh my God. Bunga san tegib qo'yingmi yo? O'shan, mana Brat- o'shan to'g'rilayman. Bratni kodini osmish qilib bular. Wow! Ana bu chek o'yib burgan va qayerga qolib tushadi bular? Qaytib magazinga-da. Ha, magazin o'xshaydi. Qaytib chiqdik yana ko'raylikchi. Bu yoqda qurollar, fay. Wow! Bu yerda menimcha oddiy kitoblar, ana bu yerda Bratani gayga berish kerak. matematika tarixi. Matematika tarixi. Mana bu yerda shalkerlar bor ekan. Shalka. Qo'llar, kirkalar. Bu tarafda lapatkalar, egarlar bor ekan. Yo, Katta ekan o'zingizda. Ko'zimga shunaqa ko'rinibdi. Wow. qo'y, Shizuru. stikerlarni qara. Kalitlar. Bratni shuncha mashina bormi? Yana bir Matematika tarixi. o'shani deyman. Ha, kitob bu. O'qib beramizmi? Hey. Mashinalar bor ekan bu yerda. Dohik. Wow. Mas 6 7 qilib beraymi? Yo, 6 7 toping endi bu yerdan. Six desa bo'ldi. Yana aylanib ketdi. Sevenni orqalab Kassaya ishlayapsan. qaraylik, yana o'g'li bo'lmasin. San qarachi men o'zi matematika tarixini bir Ay. matematika tarixini o'qib bilmaydimi? Bola ish qilib. Brat vahshiy qiziqarli joylar bor ekanda. Yana bir tepani ko'rib chiqay, lekin vahshiy. Rastaga qarab turib tepaga chiqib kelay. Yaxshi. Mana bu kamonning sehrini ko'rmoqchi edimda. Nima? Unbreaking 3, olovli sehr 1, kuch 5, infinity 1. Lekin bu bular menimcha sotilmaydimi? Bratga o'zidan so'rab ko'rish kerak. Qilichni sehri. Wow. Sharpness 4, fire aspect. Qaradingiz uchun rahmat, yana kelib turing. Sargo. Klient keldimi? Ha, Yaxshi. sen yo'g'ingda. Necha pul ishlading? Anchagina. Bizda katta savdo bo'ldi. Bu bilan bratni nima deydi uni? Xursand qilsa kerak. Yana shalkalar ichida ishtimi yo'qmi? Sandiqning ichidagi olmoslarni ozgina bilsa ham to'ldirib qo'ydim. Yaxshi. Balki oyligimiz olib ketarmiz. Shunaqa bo'lsin-da ish qilib. Qarachi men bu yerni obzor qilib chiqdim. Nimalar olinganini aytaymi? Nima Men uni ro'yxat qilib yozib oldim. Boshliqda shunaqa an'ana bor ekan. yo'qchi? Bitta sabzi, ikkita kartoshka, bitta shalker, bitta temir kirka, bitta iPhone 7 ham olib ketdilar. Qanaqa odam ekan u? Bitta sehrlangan oltin olma. Hey, qanaqa odam bu? Bilmadim, bo'yvachcha ekan. Bo'ymas. Yes. Mashina olamiz. Tezroq olsaydik shu mashinani. Voy. Yaxshi, bo'pti, ish vaqtimiz tugadi, uyga ketdik. Baradan o'ziga quflab ketadi. Mayli. Uyga go. Kelasanmi? Ketdik. Kimnikiga boramiz? Senikiga ham, menikiga ham. Menikiga. Yaxshi. Bugungi kunimiz maroqli o'tdi men uchun. Men uchun ham. Mening xursandligim tomonim bizda juda katta savdo bo'ldi. Ha. Bu mening uyim, bunisi Jeyning uyi. Mashinani panaga qo'yamiz, ham yomg'ir yog'ib qolishi mumkin. Ha, shu kunlarda yomg'ir ko'proq yog'yapti. Axir hozir Shunaqa bahor. o'zi aslida bahorda ko'p yomg'ir yog'adi. To'g'ri, lekin bahorda ko'p yog'adi, lekin
Bunaqa emas. 3 kundan keyin o'zi-ku. Afsus. Bro, naqamiz. Keling. Ey, bu yoqqa nima qilamiz? Key bir. Chimlay. İyi mayli. Ketamiz. Uyatamasmi? Behijolat, uzr. Mayli, men dam olib turay. Sochiq yo'qmi? Sochiq hozir aytib beraman. Sochiq qayer? Hozir kech ham tushib qoldi. Sargodan so'raychi, erta boradimikin ishga. Qani, ketdik. Mashinasini ham aytib beraman. Qoldirib ketibdi. Men mashinam uyda, bu Sargoniki. Sargo kaltni o'zida qoldim. Kaltni olay. Aytib beraman kiritib. Sargo, kiraveraymi? Uydaman. Yotimman, mazam bu. Negadir ovozing boshqacha deb turgandim endi. Nima bo'ldi do'stim? Nega yotirsan? Menimcha yomg'ir shamolladim. Shamollab qolding. Senga aytgandim. Ko'p yomg'irda yurma. Ha, mayli, ertaga o'zim borarman. O'zim borar bo'ldim. Xo'p, so'rab ko'r. Xo'sh. Mening ham o'ligimni. Mayli, sening kalting degancha ketib qo'ydim. Mashinangni ham tashlab ketibsan. Voy, Oldingmi? Mayli, xayr. mayli. Yaxshi o'tdi. O'zing ham. Sog'ayib ket. Mayli. Endi ertaga ishga boraman. Bir o'zim. Esiz. Bugun ikkinchi ish kuni edi-da. Mayli. Majburman shunga bir o'zim borishga. Ha, mayli, bugunchalik men ham uxlay qolay. Kech bo'ldi. Xo'sh, mayli. Xo'sh, men ertalab turib yana bir o'zim keldim. Yana emas, birinchi marta. Короче, tezroq o'tirish kerak, bironta klient kelmasdidan. Brat, mani bilib tashlab ketganlar o'zlari. Kutamiz endi. Kim kelyapti bunaqa effekt bilan? Ha? Formula 1 yutish kerak. Menimcha bu odam anchagina qimmatroq narsa oladi. Voy, Formula 1 menimcha bu odam ancha narsalar savdo qilib ketadi. Yaxshimisan ukan? Assalomu alaykum, brat, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsiz? Hechmi yaxshi ishlayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Короче, bo'sh aytmaysan, sani ishga qo'ygan odam. Ha, taniyman. Men o'shani eng yaqin do'stiman. Ha, menimcha u siz haqida gapirgan bo'lishi kerak, boy odam degandi. Ha, to'g'ri. Mashinangizdan tanidim. Xo'sh. U menga aytdi. Tepadagi yashirinxonani bilasanmi? Tepadagi yashirinxona? Ha, Yo'q, unaqa xonaqida bilmayman. menga o'shani qayerdaligini aytdi. Kassada o'tirgan bola ko'rsatdi. O'sha yerdan narsa olsang bo'ladi dedi. Yurma, seni ko'rsataman. Xo'sh, mayli. Yurtida qayerga ketyapsan? Yo, bilasanmi joyini? Yo'q, brat, men shu joyda biladi deb taxmin qilgandim-da, короче, bilaman lekin. Qara ko'zlaringga qarab ishla. Ana shu yerdan chiq. Ha, shu joymi? Vau. Mana tepada sirni sal bo'lsa kerak a. Ha, to'g'ri. Mayli. Boshlig'im nima degandilar o'zi? Kamon ranga yo'qlar va bitta qilich. Boshlig'ing ko'p degan, olaveraman. Mayli, boshliq nima desa shu. Olavering. Bitta kamon. Endi gapashi yo'qlarni yashirib ber. Yo'qlarni xo'p bo'ladi. Tezroq bo'l, meni vaqtim yo'q. Hozir. 5 degancha. Ko'plik qiladi, 1 degancha. Mayli.
Yaxshi neredeyse sen juda tez ishlaganingga. Ha. Sen do'sting ham bor deb eshitdim. U qayerda? U kechagi yomg'irli havoda biz ko'chaga chiqqandik, shunda u shamollab qoldi va kelib olmadi. Ha, men pastdan ham buzorlik qilaman. Mayli, pastdan ham bozorlik qilasiz, qo'yib turadi. Pastaklarni pulini berasizmi? Ha, bersam kerak. Boshlig'imdan menga gap kelmasa bo'lgani. Kelmaydi. Qo'yib. Ko'nglingni to'q qil. Xo'p, mayli. Xo'sh, bulardan Mayli. uyda buzilib qo'yaman. Hozircha 300 olmos bo'ldi. Xo'sh. iPhone'im qo'yyorman. Xo'sh. Aytsangiz o'zim. Yo'q, shart emas. Mayli. Juda sirli odamga o'xshayapti. Tushunmadim. Yo'q, aka, shunchaki qo'shiq aytayotgandim. Otini aytchi qanaqa qo'shiq ekan? Oti yo'q, o'zimdan to'qiganman. Shu joyda o'tirib. Bu yo'llar nega bo'sh? Tushunmadim. Bugun uni olib kelishim kerak edi, do'stim shamollab qolgani sababli bu joy to'ldirmay qoldi. Do'stingga aytib buyurib to'ldirib qo'ysin sen. Xo'p, ertaga to'g'irlaymiz. Xo'sh, rastaga yurchi. Bitta go'shtingiz tushib qoldi, aytyapman. Olib kel. Steak. Tashla. Uxlab oling. To'xta, bu yer ham bo'sh. Aytyapman-ku, endi to'ldiramiz. Mayli, xo'sh. Nimalar oldingiz birma-bir ayting. Xo'sh, kamon qilish qo'ymoqchi bilamaysan. Uni bo'shlig'ingni o'zi aytdi. Bitta shalker, ikkita baliq, 4 ta pechene, 4 ta sehrlangan oltin olma, 3 ta tarvuz, 4 ta kartoshka, 4 ta steak, 2 ta sabzi, keyin 4 ta Galaxy 7, 4 ta iPhone 6, 4 ta iPhone 7, keyin 3 ta pishirilmagan mol go'shti. Hisoblayapman. Xo'sh, men bularni kompyuterda hisoblab ko'rishimga ko'ra, sizda bir stagu bitta almos bo'ldi. Ma ukam, rozi bo'lasan. Brat, bitta kamu. Rozi bo'lib qo'yasan. Mayli. Xo'sh, do'stlar, bugun boshliqdan so'rab ko'raman-da. Nega bu odam bunaqa ekan? Xo'p, mayli. Lekin bu savdoni iti bo'ldi, iti. Mayli. Yana klient kutamiz. Zora kelib qolsa, Formula 1 ga gap yo'q, lekin biz ham biror kun shundan olsak kerak. Yoki boshliq keladi yoki klient. Kutamiz, agar boshliq kelsa edi, bugungi pulimizni olardik, shuncha ishlagan pulimizni. Kutamiz. Do'konda ishlashmasdi ekan, chunki bekorchisan, klient kelmagan paytda. Boshliq keldi. Yes. Bugun pulni olamiz endi, pul. Ajoyib. Assalomu alaykum, boshliq. Va alaykum salom, yaxshiyapsizlarmi? Ha, yaxshi, rahmat. Sheriging qani? Sherigim buvim kasallik ko'rganligi tufayli kela olmadi. To'g'ri o'tirma. Qo'yib mayli. Xo'sh, sizlarga o'lik bermaydigan bo'ldi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra. Nega boshliq? Desam ishonadingmi? Boshliq, hazillaringiz bor bo'lsin sizni. Rahmat. Bu yerda do'stingiz ham bor, berib qo'yasan. Ha, to'g'ri, rahmat. Bugun nimadir ishing bormi? Bugun yo'q. Bugun ishim bor. Bo'lsa javob berib o'zim o'tiraman. To'g'ri, bugun muhim ish bor edi-da. Mayli javob.
Mayli, rahmat sizga boshliq. Xayr, ertagacha. Yes, ketdik. Sargon oldiga. Uchamiz. Sargo uchun yaxshi xabar berdi. Sargo hozir sog'ayib ketadi, hozir uchib turadi. Sargo ham yaxshi bilib qolgandir. 20 ta qo'l. Qani Sargo endi tirik bo'lsin-da. Sargo, xushxabar. Qansan? Uyda kutubxonada. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish. Ha, nima bildi? Senga yaxshi xabar keltirdim. Ay. Ay, damay. Suyunchi ber. Ay, berdim, nima? Ayt. Keyin qisasan qipti. Ayt. Yo'q, aytmayman. To'xta o'lib ketaman hozir. Aytaman. Xo'sh, xullas. Bugun boshliq kelgandi. Ferrari bilan kelgandi. Xo'sh. Shunda boshliq aytdiki, oylik berilmas ekan bizga. Chunki uni ishlari chiqib qolibdi, shu sababdan puli yetmay qolibdi. Desam ishonarding-a? Hazilda ko'payib tursin. 5-0. Oylik. 1 2 3. Stop. Böyle ketdik. Salom. Ketdik. O avtosalonga eshiklarni yopish shart emas. Farq yo'q o'zi. Mashinangni. Mashinam qanday ish bor? Ya. Ketdik. To'xta. Yes. Qayerga qarab bo'ling? Orqadaman. Ketdik. Bugun xursandchilik. To'xta, bizda mashinada aytilgan narsalar yo'q-ku. Brat, rozi qilamiz olti olmos bilan. To'g'ri. Xo'sh, unda hisoblayotgan bo'lsak, rostdan ham bu narsalarni u sotib olish uchun kerak bo'ladigan narsalarni javobini beradi, olti olmos. Ketdik. Ortidan bo'ladi. Kar, eng yaxshi ko'rgan yozuvim. I love you. Ketdik. Mashina o'zi shart emas o'zi. Ay! Man bir. Brat, pulib keldi. Assalomu alaykum, brat. Yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Brat, assalomu alaykum. Uxlab qoldingizmi? Va alaykum assalom. Pullab keldinglar, nima bo'ladi? Ha, bratan, короче, ikkita mashina bizniki bo'ladi. Xo'sh, brat, hozir siz aytgan mana shu ikkita narsa bor-ku, ha. Jun va taxta. Xo'sh, lekin biz buni topolmadik-da, uzr. Xo'p, o'rniga nima olib keldinglar? O'rnigami? Mana 6 ta olmos yetadimi, brat? Mana men ham olib kelganman. Hisoblaydigan bo'lsak, 6 ta olmos bularni javobini beradi. Mayli, bo'ladi. Mayli, brat. Kaltni bering. Mana kaltlaringiz, mashinalarni olib ketishingiz mumkin. Yo, Rahmat, bratan, rahmat. Bittasi mana kaltim. Tasha. Oy, Ketdi. Mana bizning mashinalar. Fight. Formula 1. Mana shunisi meniki. To'xta. Sekiroq olib chiq. Manda bir ikkita muammolar bor. O'shalarni to'g'rilab olay. Sekiroq olib chiqish kerak. Bu uchun qancha balon. Bo'ldi. Wow. Endi mashinalar bizga kerak emas. Go. Wow. Kerak bo'ldi. Tezligini. To'xta, stop. Mashinamizni uyga yetib qolamiz. Kallik saqlamiz. To'xtab turman. Mashina Uyga 1 2 3. Men oldiga chiqib ketdim. Davay uyga qaytib borib mashinamizni olib kelamiz. Davay. Kallik saqlamiz uyda. Let's go. Yes, endi bizda formula 1. Kema, mana kiritib qo'yamiz ana ichkariga. To'xta. Mana ber ekan. Mana chekkadan. Ular Ferrari bilan aslash kerak. Kaltan olib qo'yam, qimmat yo'gamiz deb. Men ketdim, o'zim mashinam olib kelay. Mashina. Sargo? Seni mazang yo'q shekilli. Unga ham 2 kun bo'ldi. Yoki pulni ko'rib bu ham yordam berdim. Pulni bilan hal qilmaydi. Teshik. Shunchaki o'ra. Ketdik. Olg'a, endi bu mashinalar bizga kerak bo'lmaydi, lekin shunchaki chiroy berib turishi mumkin. Go. Kaltni o'zida qoldiribman.
Shunchalik hayajonlanganidan. Bular o'sha dalani o'shani dalada yursam bo'ladi bular. Ha, o'tdan yungasanlar, iye. Shoshki. Kerak qismlardan men o'zimga parkovka taxlayman. Keraksiz qismlardan parkovka taxlasa bo'ladimi buni? Yo'q, uyimizga parkovka quramiz. Qani, olg'a. Tit, Yes. tit. O'sha ikkita seniki, bu ikkita meniki. Ha. Mashinalarga gap yo'q. Xo'sh, shu bilan Endi bizning mashinamiz bor. Ketdik Sargo, uyga kiraylik. Telefoningni olib chiq, bularni. voy kaltini qoldirib kelibman. Telefonlarni olib chiq, bularni rasm olaylik. Hozir. Rasm olib istoriya qo'yadigan ob-havo bo'ldi lekin. Voy kaltini olay, kalt qo'yib ketdi. Mening ham telefonim senikida edi. Kela qo'y. Mayli qarab.